Mazzaga uxlabman bori ertalab bo'lib ketibdi-ku. Men bu soat nechagacha uxladim ish qilib 10 bo'lib ketgan bo'lmasin-da nima bo'lsa 10 bo'lib ketgan bo'lsa 10 gacha uxlagan bo'lamanmi shunda? 9 gacha uxlamagan bo'lsam kerak. Jetil nima qilyapsan? Voy Jo'xa, iltimos menga yordam ber. Juda yomon uyatlashga qolib ketdim. Tushunmadim. Qanaqa uyatlishga qolib ketding? Yordam ber iltimos. Bugun meni qizimni tug'ilgan kuni, lekin unga olib qo'ygan sovg'amni yo'qotib qo'ydim. Nima? Sovg'ani yo'qotib qo'yding? Ha, sovg'ani yo'qotib qo'ydim. Jinnimisan, sovg'ani ham yo'qotadimi? Tentak. Shuni yo'qotib qo'ydim. Iltimos yordam ber Jo'xa, topaylik. Qayerdan topamiz, tentak? Iltimos Jo'xa, yordam ber. Men qayerda bo'lsam topmasam bo'lmaydi. Agar topmasam qizim xafa bo'ladi mendan. Mayli topamiz, lekin qayerga yo'qotganingni bilmaysanmi? Uyimni ichida edi, oxirgi marta uyimni ichida ko'rgandim. O'shani topaylik iltimos, yordam ber Jo'xa. Mayli, vahiba qilma, topish kerak bo'lsa topamiz, lekin Rustam bugunmi qizing tug'ilgan kuni? Ha, bugun. Nima unda 1 kun 2 kun oldin tayyorlab qo'ymading sovg'ani? Bugun tayyorlashing shartmidi? Kecha tayyorlab qo'ygandim, o'shani yo'qotib qo'ydim. Qayerga qo'yganim esimda yo'q deyapman, tushunyapsanmi? Tushundim. Bo'pti, hozir 1 minut kutib tur. Nima qilsa ekan-a? Qayerdan topsak bo'ladi? Mayli, yur, uyingga boraylik, o'sha yerda topamiz, Bafurni izlaymiz. Jo'xa, rahmat senga, yaxshiyam bor ekansan. Sen bo'lmaganingda nima qilardim, kimga aytardim dardimni? Dardingnimi? Bor doktorga aytasan darding, tentak. Nima deganing bu? Sen aytayotgan narsa dard emas, tentak, yordam, muammo u. Shunaqa. Dardimni kimga aytardim debman yana. Shuning uchun ham aytyapman-da senga, dardingni aytma menga. Men shifokor emasman-ku, dardni ko'radigan. Buyurmasa sen uying aytgancha. Men shunaqa eski joyda yashayman deb o'ylayapsanmi? Qayerda yashaysan? Tez yur, bo'lmasa uyingga boraylik. Mana hozir oyog'im sal og'riyapti-da, o'shaning uchun sekin yuribman. Mayli, tezroq yursang yaxshi bo'lardi. Hozir mana. Kelyapsanmi? Kelyapman. Sen mana domda yashaysanmi? Ha, qalay ekan? Bilmadim, hali kirib ko'rganimiz yo'q-ku. Yur, tez kirib ko'ramiz. Hozir davay kirchi. Aldama, domda yashayapsanmi o'zi rostdan ham? Rostdan ham yashayapman, ke. Mayli, eshikni ochmay kirib ketyapsanmi? Ochdim-ku, ko'rmading sen. Mayli. Shu uy senikimi? Ha, shu uy meniki. Zo'r ekanmi? Zo'r ekan. Qachon ko'chib kelding bu yoqqa? Yaqinda ko'chib keldim. Lekin bu domda boshqa qo'shnilarim yo'q bu yerda yashaydigan. Ular o'g'irlamagan, aniq bilaman. Ular o'g'irlab nima qiladi sening narsang, tentak? Shunaqa shekilli, bilmadim. Mana bu yerda zinalar noto'g'ri qo'yilgan shekilli. Zina bilan ovora bo'lib o'tirasan, desa sovg'ani topish kerak. Mayli. Mana kalit, uyimni kalitini ochganda nima izlashishga yordam ber. O'zing ochsang bo'lmaydimi uyingni kalitini? Sen ochib bersang nima qiladi? Men ochmasam nima qiladi? Tentak, sening uying bo'lsa, men ochib nima qilaman sening uyingdagi eshigini? Tez bo'l, iltimos Jo'xa, izlab topaylik. Mayli izlaymiz. Uyingni ko'rsat izlashimiz uchun. Hozir uyim qayerda edi? Uyimni mesmay chiqazib qo'ydimi deyman-da. O'zi sening xotiring past ekan shekilli-a. Shunaqami deyman-da. Yo, shunaqami dema. Tez topaylik. Qayerda uyingda? Nahotki uyingda eslay olmasang? Hozir 1 minut kelaman hozir. Tushunmadim, qayergadir ketib yubordi shekilli. Bilmadim qayerga ketgan, eshikni qulflab qo'yayinchi yo ochib qo'yayin, bilmayman. Bu yerda boshqa odam yashamasa nima kerak bu yerda, nima edi, ochib qo'yib. Hozir uni uyi qayerda ekan? Uyini menga tushunmadim. Mehmonxonada yashayman dedi, domda yashayman dedi. Hozir esa u yerda yashayman demadi. Uyi qayerdaligini bilmaydi, eslay olmaydi. Yana menga kelib turib sovg'ani topib ber, yo'qotib qo'ydim. Kanishni xotirasi bunchalik past bo'lgandan keyin yo'qotadi-da. Qayerga qo'yganini esdan chiqarib qo'ygan menimcha shekilli. Yana ham bilmadim. Hozir qaytib kelsa, keyin izlab ko'ramiz. Qayergadir ketib yubordi shekilli. Bilmayman qayerga ketganini, lekin mayli kelib qolar. Hozir bu yerdan bir ikkita narsalar olib olish kerak, tapor kerak menimcha. Kirka ham kerak, bel kurrak ham olib olaman. Izlash kerak-da. Izlashga menimcha bu narsalar yordam beradimi, yo'qmi, lekin bilmadim. Endi kerak bo'lib qolishi mumkin. Misol, daraxtni ustiga chiqib qolganmiz, daraxtni shunday kesib turib, daraxt ustidan tushirib olishimiz mumkin sovg'ani. Sovg'a qandaysiga daraxt ustiga chiqib qolgan, hayronman. Menimcha u noto'g'ri fikr, chiqib qolmagan bo'lsa kerak. Yokida yerda ostiga kirib ketgan bo'lsa, belkurak bilan kavlab turib olsak bo'ladi, yoki shaxtaga kimdir borib tashlagan bo'lsa, shaxtani qazib turib olsak bo'ladi. Xullas shunaqaroq. Mana bu tort. Mana o'sha uy menimcha shu yerda yashaydi u jinni. Lekin qayerda yashashini nahotki unutib qo'ygan bo'lsa, u rostdan ham jinni ekan, u jetil bor. Bo'pti, mayli, hozir shu uyga kirib ko'raman. Agar kalit shu uyga mos tushsa, demak shu uy bo'ladi rostdan. Obbo, eshik g'alati eshik ekan. Uni shunchaki yopib qo'yaman. Yopil, obbo, bo'ldi, yopildi. Endi men kaltni vashi kerak yo'q. Lekin bu yerda qanday ochaman kalt kerak bo'lmasa? Kalt kerak ekan-ku. Ochil davay. Ochil sim. Bo'ldi, ochildi mana. Ichkarida
nimadir ko'rgandek bo'ldim. Ha mayli. Tak, izlashni boshlaymiz ana endi. Bu yerda tortlar, dahshat tortlar olib ikkita tort olib kelganman. Ha bittasi mehmonlarga, bittasi qiziga shekilli. Lekin qizi qayerda ekan? Qiz ichkarida shekilli. Bilmadim, qizini ko'rganim yo'q. Bu yerda oltin kirkasi bor ekan, juda ham yaxshi. Muzlatgichda yeguliklar, o'qti oltin olma, boy jetelga o'xshayapti bu. Cho'tam bu emasmi deyman uni uyi? Yo shumikan? Bilmadim. Bu yerda qo'ylarni ko'rgan ekanman. U zajgalka, arqon, buncha narsa nima qilyapti bu yerda? Kompyuterdan parollangan ekan, parolni bilaman ekan yo'qmi ekan bilmadim. Lekin parol bor ekan rostdan ham kompyuterda. Matlar izlab ko'rish kerak. Balki poltaydadir, poltayga bo'lishi mumkin emas. Sog'an poltayga qo'ygan bo'lsa, tentay bo'ladi. Rostdan poltayda bo'lsa, tasavvur qilinglar. Yo, poltayda bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bu yerlarda вообще-то yo'q. Qayerga ketdikina? Mayli, hozir aniqlashtiramiz. Siz kelganda edi, ana yaramas jetel. O'zi kelganda o'zi bilan izlashga yordam beradim o'ziga. Bilmadim, qayergadir ketib yuborchi. Mana bu yerda qandaydir sandiq bor ekan, lekin ochilmayapti. Mayli, hozir ochib yuboramiz. Bu yerdagi sandiqda ham qanday sandiq ekan bu? Qandaydir qulflanib qolganmi, bilmayman, ochilmayapti. Mayli, bu ochilmasa yaxshi, ochilmay tursin paka. Bu yerda bu kimning uyi? Bu hozirgi boyagi uy shekilli. Rostdan ham boyagi uy. Buni ichida hech narsa yo'q ey. Bu yerda ham tort. Yo, boyagi uy emasmidi bu? Yo, boshqa uy ekan-ku bu. Kimning uyi ekan? Bu ham o'shana qo'y. Balki mana shu uy unikidir. Bu katta uyni qaysi bir tushunmam. Bu yerda 4 ta uy bor. Qaysi biri uni uyi hayronman. Bu yerda 4 xil qandaydir eliksirlar, boshimda aylantirib olmaydimish qilib va boshda aylantiradigan ekan. Ham 4 luk degan, omad degan. Omad keltiradigan. Bu nima? Bu nima narsa tushunmadim ashshada. Boshda aylantiradimi bu endi? Yo'q, g'alati. Bu qanaqa narsa ekan? Harming. Qanaqa eliksirlar olib qo'y, jon kamaytiradigan eliksir ekan. Bo'pti, mayli. Bu eliksirlar qayerdan olgan o'zi jetel bilmayman. Balki o'zi jetelniki emasdir. Bu boshqa uy-ku. O yaramas jeteldi uyi qaysi? Uyini ham aytmay ketdi. Bor, men hozir domdagi hamma uylarni ichini izlab chiqaman. Oho, shuncha yegulik qayerdan keldi? Shunchalik ham boymi bu jetel shunda? Bilmadim. Bu yerda ham tort bor qizig'i. Demak, ikkita uyda ham uje tug'ilgan kun bo'lyapti. Tepadagi uylar demish qilib tug'ilgan kun bo'lmayaptimi? Mana shu sandiqning ichidan buncha pul qayerdan keldi? Tushunmadim. Kimdir tashlab ketgan shekilli buncha pulni yo'q yashirib qo'yganmi? Yo shu obchi bitta domni sotib olganmikan jetel? Mosh sotib olgan bo'lishi mumkin. Mana bu ekan. Bu yerda ham tort 2 xil. Bu yerda tug'ilgan kun tort yo'q lekin. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Bu yerda-chi? Bu yerda eliksirlar qanaqadir bu eliksirlarni ham sinab ko'rib, vashcha eliksirlar sinab ko'rgim kelyapti. Rostdan ham qiziqda eliksirlar sinash. Rostdan sizlarga ham qiziqmi? Bu yerda bu notebookda ham parol bor. Egasi qayerga ketgan hayronman. Mayli, yaramas jetel o'zi hech narsa eslay olmaydi. Yana kelib turmay top ber deydi. Bu mana shu topilmaydiganga o'xshayapti. Nima narsa ekan sinab ko'rish kerak. Tezlik berar ekan. Yo'q, rostdan tez bo'lib qoldimmi shunda? Da rostdan tez bo'lib qolganga o'xshayapti. Quyonni rasmi chiqib qoldi-yu. Quyon tez yuradi-ku, to'g'rimi? O'shanda tezkor bo'lib ketdim shekilli. Baland sakrayotgan bo'libman ekan. Rostdan baland sakrayotgan bo'libman. Shunchalik baland ham sakraymanmi, ko'ryapsizlarmi? O'sha dahshat bo'lib ketdi, bor-ku. Akalar, baland sakrash Pro Max bo'lib ketdi. Bu yerda hech narsa yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q. Balki bu yerda yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q. Hatto bu yerda notebook ham yo'q ekan. Pastga tushib olayda bir amallab. Pastki uyda nimadir bordir balki. Tepaga sakrab chiqa olamanmikan? Yo, chiqolmas ekanman. Shunchaki yopib qo'yamiz. Mana shu uy menimcha jetel uy, birinchi kirgan uyim, chunki shu uyda adashmasam men ko'rsatgan obbo, yana shu eshikni buzib qo'ydim, bor-ku. G'irt вообще g'alati dom ekan, bor-ku bu. Umuman bu yerda yaxshi ham bu yerdan uy sotib olmaganim, bor-ku. Agar bu yerdan uy sotib olganimda, rostdan ham realni bir g'alati menga shifokor kerak bo'lib qolardim, bilmayman nima. Mana ustiga chiqib bo'lmayapti. Baland sakrayapman-ku, to'g'rimi? Baland sakragandan keyin ustiga chiqa olmayapman. Menimcha bu javnaga baland sakrashga yordam bermaydi shekilli. Bilmadim, xullas. Qayerga ketdi ekan ana jetel? Tezroq kelganda izlab topardik. Qizi xafa bo'ladi. Qizim xafa bo'ladi deb ham o'ylamaydi shekilli, ya. O'ylayaptimikan? O'ylayotgan bo'lsa nima kelmayapti? Men qayerdan izlab topaman hozir uni uyini? Uni sovg'asini. Uyini qayerdaligini bilmayman. Uyini bilganimda ham uyini ichini titkilardi. Hozir bu yerda 4 ta uyning ichida ham hech narsa yo'q. Jetel, qayerdasan? Sovg'ani izlab yuribman. Uying qayerda? Uyingni aytmading-ku menga. Uyimda. Uyingda nima deganing? Voобще g'alati jetel ekansan, bor-ku. Bo'ldi, o'zim izlab topaman, kelib o'tirma.
Men shuncha payt mana domdagi uylarni buzib chiqdim ichini hattoki, lekin hech narsa topolmadim. U meni uyim emas dedi chunki. Bu yaramas. U hali shuncha vaqtdan beri uyini menga aytmagan, men birovlar uyini borib tutib chiqdim shuncha paytdan beri. Bo'pti, mayli. Nima ham derdim endi. Muhim ana uylarning egalari kelib menga gapirmasa bo'lgani. Undan ko'ra chiqib o'zim tozalagam yaxshi edi.